Maşallah. Kim aladı ya şiginen ya. Siz alası ya şiginen ya dedi. Gap vuruşurken evet. 39 ming so'mdan maktab formalari. Ajoyib yangilik 4 yil tumanimizda inshaalloh ochilish munosabati bilan 4 kilo modaket ajoyib kiyimlarimizni, maktab formalarimizni va ayollar va kattalar kiyimlarini shunday firmin narsalarni arzon narxda qo'yib berardi. Ushbu videomizda chiqarsan like bosib barcha yaqinlaringizga tashlab qo'yasizlar inshaalloh. Mana yangilik 4 yil tumanimizda ajoyib yangilik. Shunday katta bozor, ya'ni kiyim do'kon ochildi xudo xohlasa. Gap qo'shish mumkin emas. Hamma shu yerda yangilikni hammaga ulashib qo'yish uchun biza sizlar ulashdik. Like bosib barchaga tashlab qo'yasizlar. 4 kilimizin gipermarketinin ikinci qavatında 4 kilo modaket katta giyim bazarı, yani giyim dükkanı açıldı. Xudo xolasa maktab formalar arzon va sifatli maktab formalarini qo'yib berdik. Ochilish munosabati bilan 4 kilo modaket va shu yerdan shunday kiyimlarni xarid qilasizlar va sizlarga shunday ajoyib bitoy texnikalarni qo'yib berdilar. Xudo xolasa shunday bir o'yin bir chiroyli narsalarni qo'yib berdilar. Xudo xolasa like bosib barchaga ulashib qo'yinglar. Bu yerda bir-birining ajoyib formalar bor, detski formalar adillarimiz var. Bir de detski formalarimiz chiroyli gap bo'shungan. Bu yerda kattalar va ayollar uchun shunday ajoyib kiyimlarimiz bor. Hamma shu yerda xudo xolasa. Zakariyatda katta bozor desak ham bo'ladi, to'g'rimi ekan? İnşallah gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib yangilik har doimgi 4 yil modagetda bo'ladi. Bir-birining ajoyib firminli futbolkalarimiz bilan gap bo'lishi mumkin emas. Kattalar va kichiklar uchun xudo xolasa bemalol kelsizlar. Bu yerda ko'rganingizni boshqa yerda ko'rmagansizlar, boshqa yerda aytib turmanglar. Like bosib yaqinlaringizga tashlab qo'yinglar. Hamma narsa firminli bo'ladi. Ochilish munosabati bilan shunday arzon narxda qo'yib berdilar. Ham bu yerdan shunday sifatli vajidan xarid qilasizlar va xudo xolasa tez kunlarda bu yerda o'yin bo'ladi. Bir-birining ajoyib bitoy texnika, xolodilnik, klizor, gaz plita shunday narsalarni qo'yib berdilar. Xudo xolasa tez o'yin bo'lsa, siz bir narsani mahsulotni xarid qildingiz, masalan shunday bir chalasizdan bir shalbir xarid qilsangiz, ismingiz, familiyangizni yozib olib qoladilar. Latordan tashlab qo'yadilar, tezgina o'yin bo'ladi. Mo'sh bir xolodilnik, mo'sh televizor o'tib olishingiz mumkin. Futbolga xarid qilasizmi, shim xarid qilasizmi? Bir-birini ajoyib shunday firmaning yaxshi kostyum narsalarni ko'p-ko'pda xudo xolasa kelasizlar. Baholarni bir ko'ring, bir biling, keyin xudo xolasa solishtirib ko'ring, arzonligini bilasiz, keyin men rahmat aytasiz. Like bosib yaqinlaringizga tashlab qo'yinglar. Bozorimiz katta, 4 kilo modaket magazinimiz juda ham katta. Hamma assortiment bor. Birgangizda hammasini shu yerdan qaytib ketaverasiz xudo xolasa. Ajoyib inshaalloh gap bo'lishingiz. Maşallah. Kim aladı ya şiginen ya. Siz alası ya şiginen ya dedi. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana shunday ajoyib shapkalar, kiyimlar xudo xolasa maktab formalari, ryuzaklar hamma narsa shu yerda topiladi. Уже oz qoldi, bu yerda xudo xolasa maktab ochilib ketadi. Shuning uchun maktab formalari arzon narxda sifat narsalarni olib qo'yinglar. Xudo xolasa kiyimlar hamma narsa ayollar va erkaklar oilaviy kelasizlar. Hamma ishdan giyinib ketasizlar. Yana og'anizdan keyin rotatorni yangi bilet tashlab qo'yasiz-ku. 2-3 kundan keyin o'yin bo'ladi-ku. Mo'sh bir narsani unutib olishingiz oilaviy xudo xolasa. Bemalol like bosib yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar. Adresni ham chiqarib tushuntiraman. Yana bir marotaba 4 kil tuman gipermarketning 2-qavatida bor. Ko'chadan chiqib adresni ham chiqarib tushuntiraman xudo xolasa. Demak, boshqa ketdik. Biz hozir shunday 2-qavatdan tushib ketyapmiz. Xudo xolasa. O'kdan bayn yara qochib ketdingina. 2-qavatdan gipermarketning 1-qavati bu. Nima bo'lacak bu yerda bu? Shunday. 2-qavatdan tushib ketyapmiz. O'zlarimiz 4 yilimiz gipermarketning 2-qavatida bo'ladi. Adashmanglar xudo xolasa. Yana 4 yil modaket yangi ochildi. Ochilish munosabati bilan xudo xolasa ajoyib yangiliklar bo'lib yotdi. Ochilish munosabati bilan shunday katta konsertlarda bo'lib o'tadi. Bitoy texnikalar qo'yilgan. No xarid qilsangiz ham bilet beriladi. Biletni lotodan tashlab ketasiz. Xudo xolasa tezgina o'yin bo'lib bir narsa o'tib olishingiz mumkin xudo xolasa. Mana yo'lni ham ko'rsataman. Bemalol adashmang, listadan chiqib kelasizlar. Xudo xolasa girasiz, o'ng tarafga ikkinchi qavatga chiqasiz. Shunday katta magazinimizga girasiz. Sog' bo'lsa, videolarimizni barcha yaqinlaringizga ulashib qo'yasizlar inshaalloh. Salomat bo'ling.